Savol bermoqchi edim. Bugun akademiya o'quv markazi haqida odamlarning bilish yoki bilmasligini so'raymiz va ularga 500 minglik vaucherni beramiz. Assalomu alaykum. Akademiya o'quv markazi haqida bilarmidingiz? Ha, bilaman. O'qiysizmi? Yo'q, lekin. Akademiya o'quv markazi tillar uchun moslashtirilgan o'quv markazi hisoblanadi. Bunda siz xohlagan tilingizni o'rganishingiz mumkin. Ha, xohlayman. Men sizga mana shunaqa imkoniyatni beraman. Akademiya o'quv markazi tomonidan 500 minglik vaucher. Keyin gaplashaylik, suhbatlashaylik dildan. Xohlagan tilingizni o'rganishingiz mumkin. Siz qaysi tilga qiziqasizmi? Nemis tiliga. Bironta tilni o'rganishni xohlaysizmi? Ha. Koreys tilida bor. Koreys tili? Ha, albatta bor va bu akademiya vaucheri sizda. Aha. Я написал другую песню. Почему я вижу слезы? Весь день пустой желудок, обменивая жизнь на горсть риса. Безработица растет, бедность процветает. Алоба, золото, алмазы и драгоценные камни, мучительные картины в аду. Assalomu alaykum. 1 minutga mumkinmi? Savol bermoqchi edim. Sizni kasbingizga boshqa til kerak bo'larmidi? Kerak bo'ladi, til bilgan yaxshi-ku. Qancha ko'p til bo'lsa shuncha yaxshi. Agar siz bironta tilni o'rganmoqchi bo'lsangiz, kasbingiz uchun kerak bo'lsa, bu akademiya o'quv markazi. Agar o'rganishni xohlasangiz, shu vaucher orqali borasiz. Mana.